Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni aytmoqchiman. Bu video faqat bir guruh odamlar uchun emas, deyarli har bir telefon ishlatadigan, bank kartasi bor, internet orqali to'lov qiladigan, Telegram, Instagram yoki SMS xabarlardan foydalanadigan har bir inson uchun kerak. Oxirgi paytlarda firibgarlar odamlarning pulini yechib olish, kredit rasmiylashtirish, shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish uchun usullarni juda kuchaytirib yubordi. Eng xavflisi, ular endi faqat sodda odamlarni emas, tajribali o'qigan, ehtiyotkor insonlarni ham aldashmoqda. Men bu mavzuni shunchaki qo'rqitish uchun ko'tarmayapman. Amaliyotda ko'rayapman. Bir kishi bir necha daqiqada kartasidagi 2 million so'mini yo'qotyapti. Boshqa biri nomiga 15 million so'mlik kredit rasmiylashtirilgani kech bilib qo'yapti. Yana biri telefoniga kelgan bitta kodni aytgani uchun barcha akkauntlaridan ayrilyapti. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Agar siz bu ma'lumotlarni bilsangiz, o'zingizni, ota-onangizni, yaqinlaringizni va farzandlaringizni himoya qila olasiz. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ogohlantirish qancha ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p odam pulidan va asabidan ayrilmaydi. Avvallar firibgarlik nisbatan oddiyroq edi. Kimdir ko'chada kelib o'zini yordamga muhtoj qilib ko'rsatardi. Kimdir telefon qilib lotereya yutdingiz derdi. Yana kimdir bozorda soxta mahsulot sotardi. Odamlar ham bunday holatlarni ko'raverib biroz o'rganib qolgan edi. Lekin hozir hammasi o'zgardi. Endi firibgarlar texnologiyadan, sun'iy ovozlardan, soxta saytlar, soxta ilovalar, soxta bank xodimlari va hatto siz tanigan odamlarning suratlari va ismlaridan foydalanishyapti. Oldin odamdan pul olish uchun uni ko'ndirish kerak edi. Hozir esa odamning ishonchini uyg'otish uchun bank nomidan SMS yuborishadi. Rasmiy tashkilotga o'xshagan sahifa ochishadi. Telegramda siz tanigan do'stingiz nomidan yozishadi. Masalan, sizga kartangiz bloklanadi. Hisobingizda shubhali operatsiya aniqlandi. Jarimani bugun to'lamasangiz 2 barobar bo'ladi. Kompensatsiya olish uchun ro'yxatdan o'ting degan xabar kelishi mumkin. Odam shoshiladi, qo'rqadi, o'ylab o'tirmaydi va eng katta xatoni qiladi. Kodni aytadi, havolaga kiradi. Karta raqamini va muddatini yozadi yoki telefoniga ilova o'rnatadi. Men eng ko'p uchrayotgan o'zgarishni alohida ta'kidlayman. Firibgarlar odamni qo'rqitish va shoshirish orqali boshqaradi. Ular sizga tinch fikrlash imkonini bermaydi. Hozir aytmasangiz pulingiz ketadi. Shu daqiqada tasdiqlamasangiz kartangiz yopiladi. Operator kutyapti, ariza muddati tugayapti degan gaplar bilan bosim qiladi. Aslida esa haqiqiy bank xodimi, davlat idorasi yoki rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi raqam, parol yoki ilova ichidagi tasdiqlash kodini so'ramaydi. Birinchi navbatda har bir odam bitta oddiy qoidani yodlab olishi kerak. SMS kod bu kalit. Siz uyni qulflab, kalitni begona odamga bermaysiz. Xuddi shunday telefoningizga kelgan kodni ham hech kimga bermaysiz. Kod bankdan keldimi? Telegramdan keldimi? Davlat xizmatidan keldimi? Farqi yo'q. Kodni aytgan odam ko'pincha o'z hisobiga kirish huquqini begona qo'lga topshirgan bo'ladi. Masalan, oddiy vaziyatni olaylik. Sizga kimdir telefon qiladi va o'zini bank xavfsizlik bo'limidanman deb tanishtiradi. Sizning kartangizdan 1 million 8 ming so'm yechishga urinish bo'ldi. Biz operatsiyani to'xtatib turibmiz. Hozir sizga kod keladi. Aytsangiz bloklaymiz deydi. Odam tabiiy ravishda qo'rqadi. Chunki u pulim ketib qolmasin deb o'ylaydi. Lekin aslida kod operatsiyani bloklash uchun emas, aksincha pul yechimini tasdiqlash uchun kelgan bo'lishi mumkin. Siz kodni aytdingizmi? Firibgar pulni olib ketadi. Keyin bankka borsangiz, kodni o'zingiz tasdiqlagansiz degan vaziyat yuzaga keladi. Ikkinchi muhim narsa, havolalarga ehtiyot bo'lish kerak. Firibgarlar rasmiy saytga juda o'xshash sahifa yaratadi. Masalan, haqiqiy sayt nomiga bitta harf qo'shadi, nuqtani boshqa joyga qo'yadi yoki lotin harfi o'rniga o'xshash boshqa belgi ishlatadi. Oddiy ko'z bilan farqlash qiyin. Siz kompensatsiya oling, subsidiyaga ariza topshiring, jarimani chegirma bilan to'lang, yetkazib berish to'lovini kiriting degan havolaga kirasiz. U yerda karta raqamingizni, amal qilish muddatini, telefon raqamingizni va kelgan kodni yozasiz. Natija bitta pul yechiladi yoki ma'lumotlaringiz boshqa firibgarliklarda ishlatiladi. Uchinchi narsa, masofadan boshqarish ilovalari. Ayrim firibgarlar telefoningizdagi muammoni hal qilib beramiz, bank ilovasini yangilaymiz, hisobingizni himoyalaymiz deb AnyDesk, TeamViewer yoki shunga o'xshash ilovalarni o'rnatishni so'rashi mumkin.
Oddiy odam bu ilovalarning nima qilishini bilmasligi mumkin. Lekin men aniq aytaman, agar siz bunday ilovaga ruxsat bersangiz, begona odam telefoningiz ekranini ko'rishi, bosayotgan joylaringizni kuzatishi. Ba'zi holatlarda sizning nomingizdan amallar bajarishi mumkin. Bu juda xavfli. Eng avvalo pensiya oladigan ota-onalar, nafaqaxo'rlar, texnologiyani yaxshi bilmaydigan insonlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki firibgarlar ko'pincha ularga pensiyangiz qayta hisoblanadi. Qo'shimcha to'lov chiqdi, tibbiy yordam puli beriladi. Kommunal qarzingiz bor deb murojaat qiladi. Masalan, 65 yoshli inson telefon orqali chiroyli gapirayotgan operatorga ishonishi osonroq. U odam aslida yomon niyat borligini o'ylamasligi mumkin. Shuning uchun har bir farzand ota-onasiga kamida bir marta o'tirib tushuntirishi kerak. Hech qachon kod aytmang, karta ma'lumotini bermang, begona havolaga kirmang. Ikkinchi guruh bu kichik biznes egalari, savdogarlar, onlayn do'kon yuritadiganlar. Ularga mahsulotingizni olaman, oldindan pul tashlayman, mana chek deb yozishadi. Keyin pulni olish uchun shu havolaga kiring deyishadi. Aslida pul olish uchun havolaga kirish shart emas. Agar kimdir sizga pul o'tkazsa, pul kartangizga o'zi tushadi. Siz kartaning old tomonidagi raqamni berishingiz mumkin, lekin amal qilish muddati, CVV, SMS kod va bank ilovasi parolini berish mutlaqo mumkin emas. Uchinchi guruh bu ish izlayotganlar. Hozir uyda o'tirib kuniga 300 ming so'm topasiz. Telefon orqali oddiy vazifalar bajarasiz. Ro'yxatdan o'tish uchun depozit kiriting. Plastik kartangizni tasdiqlang degan takliflar ko'paygan. Haqiqiy ish beruvchi sizdan ish boshlash uchun pul so'ramaydi. Agar ishga kirishdan oldin garov, aktivatsiya sug'urta, anketa to'lovi deb pul so'ralsa, bu juda katta xavf belgisi. 4-guruh bu yoshlar. Yoshlar texnologiyani yaxshi biladi, lekin aynan shu sababli ba'zan o'zini haddan tashqari ishonchli tutadi. Masalan, men bunday aldanmayman deb o'ylaydi. Lekin firibgarlar yoshlarni boshqa usul bilan aldashadi. O'yin akkaunti, kripto investitsiya, tez daromad, soxta konkurs, bloger nomidan sovg'a, arzon iPhone, arzon aviachiptalar. Masalan, 15 yoshli yigit $100 kiritsang, 3 kunda bir takchasi dollar bo'ladi degan taklifga ishonib, avval $100. Keyin hisobni yechish uchun komissiya deb yana $2 kiritadi. Oxirida na foyda bor, na asosiy pul. Men odamlarni qo'rqitish niyatida emasman. Agar siz qoidalarni bilsangiz, xavfni ancha kamaytirasiz. Har bir SMS firibgarlik emas. Har bir qo'ng'iroq xavfli emas. Har bir havola zararli emas. Lekin farqlashni bilish kerak. Masalan, bankdan operatsiya haqida SMS kelishi tabiiy. Lekin bank xodimi telefon qilib, "Shu kodni menga ayting" desa, bu noto'g'ri. Davlat xizmatlaridan xabarnoma kelishi mumkin. Lekin xabarnomadagi havolaga kirishdan oldin rasmiy ilova yoki rasmiy sayt orqali tekshirish kerak. Agar siz faqat karta raqamingizni kimdirga bergan bo'lsangiz, bu odatda pul yechilishi uchun yetarli emas. Karta raqami orqali sizga pul o'tkazishlari mumkin. Xavf qachon boshlanadi? Siz karta muddati, CVV kodi, SMS tasdiqlash kodi, bank ilovasiga kirish paroli yoki pasport ma'lumotlarini birgalikda berganingizda. Shuning uchun vahima qilishdan ko'ra qaysi ma'lumotni berganingizni aniqlang va tez harakat qiling. Yana bir holat. Siz havolani bosdingiz, lekin hech narsa kiritmadingiz. Bu ham har doim pul ketdi degani emas. Lekin agar havola telefoningizga fayl yuklatgan bo'lsa, ilova o'rnatgan bo'lsangiz yoki parol kiritgan bo'lsangiz, xavf kuchayadi. Bunday vaziyatda vaqtini bo'y bermaslik kerak. Eng xavfli nozik jihatlardan biri bu firibgarlar haqiqiy ma'lumot bilan gapirishi. Masalan, ular sizning ismingizni, familiyangizni, qaysi bankdan foydalanishingizni yoki oxirgi xaridingizga o'xshash ma'lumotni aytishi mumkin. Odam shunda demak, bu haqiqiy xodim ekan deb o'ylaydi. Lekin bugungi kunda ma'lumotlar turli joylardan tarqalishi mumkin. Eski e'lonlar, ijtimoiy tarmoqlar yetkazib berish xizmatlari, ochiq profillar, guruhlardagi yozishmalar. Shuning uchun kimdir siz haqingizda bitta-ikkita ma'lumot bilsa, bu uning rasmiy xodim ekanini isbotlamaydi. Ikkinchi nozik jihat bu men sizga pul yubordim firibgarligi. Sizga chek rasmi yuborishadi. Chekda summa, sana karta raqamingizning oxirgi raqamlari bo'lishi mumkin. Lekin chek rasmi soxta bo'lishi juda oson. Haqiqiy mezon bitta. Pul bank ilovangizda balansga tushdimi yoki yo'qmi? Agar tushmagan bo'lsa, mahsulotni bermang, xizmatni boshlamang, yetkazib yubormang. Pul yo'lda, bank kechiktiryapti. Siz tasdiqlashingiz kerak degan gaplarga ishonmang. Uchinchi nozik jihat bu qarindosh yoki tanish nomidan yozish.
Masalan, sizga Telegramda akangizning rasmi bilan akkaunt yozadi. Zudlik bilan pul kerak, keyin tushuntiraman. 500 ming tashlab tur. Siz shoshilib pul yuborasiz. Keyin bilsangiz akangizning akkaunti buzilgan bo'ladi yoki uning rasmi bilan soxta profil ochilgan bo'ladi. Bunday holatda men doim bitta qoidani tavsiya qilaman. Pul yuborishdan oldin o'sha odamga qo'ng'iroq qiling yoki faqat ikkalangiz biladigan savol bering. Masalan, kecha qayerda uchrashgandik yoki onamizning tug'ilgan kuni qachon kabi. 4-nozik jihat bu kredit masalasi. Ayrim firibgarlar odamni aldab bank ilovasiga kirgizadi. Identifikatsiya uchun yuzingizni kameraga ko'rsating, arizani tasdiqlang. Bu faqat tekshiruv deydi. Aslida esa kredit arizasi tasdiqlanishi mumkin. Shuning uchun bank ilovasida nima chiqayotganini o'qimasdan tasdiqlamang. Davom etish, tasdiqlash, roziman degan tugmalarni bosishdan oldin ekrandagi matnni oxirigacha o'qing. O'ttimu soniya tejayman deb, keyin o'timoy kredit to'lab yurish mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa nima qilasiz? Birinchi qadam, suhbatni darhol to'xtating. Men o'zim bankka qo'ng'iroq qilaman deng va telefonni qo'ying. Firibgar sizni ushlab turishga harakat qiladi. Qo'ysangiz pul ketadi. Operator liniyada. Bu maxfiy jarayon deydi. Siz baribir qo'ying. Keyin kartizangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga yoki bankning rasmiy ilovasidagi aloqa bo'limiga murojaat qiling. Google'dan topilgan birinchi raqamga ham ishonib ketmang. Chunki reklama yoki soxta sahifa bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, agar kodni aytib yuborgan bo'lsangiz yoki karta ma'lumotlarini kiritgan bo'lsangiz, darhol kartani bloklang. Buni bank ilovasi orqali, bank kol markazi orqali yoki yaqin bank filialiga borib qilish mumkin. Balki hech narsa bo'lmagandir deb kutmang. Firibgarlikda har bir daqiqa muhim. Ba'zan odam 10 daqiqa ichida kartani bloklab, katta summani saqlab qoladi. Ba'zan esa 20 daqiqa kechikib, barcha puldan ayriladi. Uchinchi qadam. Bank ilovasi parolini almashtiring. Telegram va boshqa akkauntlaringizda 2 bosqichli himoyani yoqing. Telegramda sozlamalarga kirib, maxfiylik va xavfsizlik bo'limidan 2 bosqichli parol qo'yish kerak. Elektron pochtangizga ham kuchli parol qo'ying. Chunki firibgarlar ko'pincha bitta akkauntga kirib olsa, u orqali boshqa akkauntlarni ham tiklashga urinadi. 4-qadam. Agar telefoningizga shubhali ilova o'rnatgan bo'lsangiz, uni darhol o'chiring. Keyin telefonni antivirus bilan tekshiring yoki ishonchli servisga ko'rsating. Eng yaxshisi muhim ma'lumotlarni saqlab, telefonni zavod sozlamalariga qaytarish haqida o'ylash kerak. Lekin buni qilishdan oldin kerakli kontaktlar, rasmlar va hujjatlarni ehtiyotkorlik bilan zaxiralang. Bank ilovalariga qayta kirishdan oldin parollarni yangilang. 5-qadam, hujjatlarni to'plang. Agar pul yechilgan bo'lsa, bank operatsiyasi skrinshoti, SMS xabarlari, firibgar telefon raqami, Telegram profili, havola, yozishmalar, chek rasmlari, qo'ng'iroq vaqti, summa. Karta raqamingizning oxirgi 4 raqami kabi ma'lumotlarni saqlang. Hech narsani o'chirib yubormang. Bu ma'lumotlar keyin ariza yozishda kerak bo'ladi. 6-qadam, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Arizada voqeani aniq yozing. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi? Kim deb tanishtirdi? Qanday raqamdan telefon qildi? Siz qanday ma'lumot berdingiz? Qancha pul yechildi? Qaysi bank kartasidan, qaysi hisobga ketgani ko'rinadimi yoki yo'qmi? Ariza hissiyot bilan emas, faktlar bilan yozilishi kerak. Meni aldashdi deb umumiy yozish yetarli emas. Qanchalik aniq yozsangiz, tekshirish shunchalik osonlashadi. 7-qadam, yaqinlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa, ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga, ishxonadagi hamkasblarga ayting. Chunki firibgar sizni aldolmasa, ertaga ularga yozishi mumkin. Oilada oddiy qoida joriy qiling. Shoshilinch pul so'ralsa ham. Avval telefon orqali ovoz bilan tasdiqlanadi. Hech kim hech kimga SMS kod aytmaydi. Hech kim noma'lum havolaga karta ma'lumotini kiritmaydi. Agar bankka murojaat qilsangiz, quyidagicha mazmunda yozishingiz mumkin. Mening kartamdan men ruxsat bermagan operatsiya amalga oshirilgan. Firibgarlik alomatlari mavjud. Kartani vaqtincha bloklashni, operatsiya bo'yicha tekshiruv o'tkazishni va mavjud bo'lsa, qabul qiluvchi hisob ma'lumotlarini vakolatli organlarga taqdim etishni so'rayman. Bu matnni o'zingizning vaziyatingizga moslab yozasiz. Agar huquqni muhofaza qiluvchi organga ariza bersangiz, voqeani ketma-ket yozing. Falon sanada, taxminan falon vaqtda falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi.
o'zini falon tashkilot xodimi deb tanishtirdi. Menga falon sababni aytib, telefonimga kelgan kodni so'radi. Men kodni aytganimdan keyin kartamdan falon summa yechildi. Shundan keyin dalillar ro'yxatini qo'shing. Skrinshotlar, yozishmalar, raqamlar, bank xabarnomalari. Arizani iloji boricha tezroq topshiring. Agar siz hali aldanmagan bo'lsangiz, profilaktika qiling. Bank kartangizda katta pulni doimiy saqlamang. Asosiy jamg'armani alohida hisobda, kam ishlatiladigan kartada yoki omonatda saqlang. İnternet to'lovlari uchun alohida karta ishlatish mumkin. Masalan, asosiy kartada 1 million so'm bo'lsa, onlayn xaridlar uchun boshqa kartada 200 ming so'm saqlang. Shunda xato qilib shubhali joyga ma'lumot kiritsangiz ham zarar cheklangan bo'ladi. Men bugun aytganlarimning asosiy mazmuni juda oddiy. Sizning kodingiz, parolingiz, karta muddati, CVV raqamingiz va bank ilovangizdagi tasdiqlash tugmalari sizning pulingizga kirish kalitidir. Hech kimga kod aytmang. Shubhali havolaga kirmang. Bosim ostida qaror qilmang. Pul yuborishdan oldin tekshiring. Bank yoki davlat idorasi nomidan qo'ng'iroq qilishsa, rasmiy raqam orqali qayta bog'laning. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizga yoki tanishlaringizga shunday qo'ng'iroq bo'lganmi? Qanday usul bilan aldashga urinishgan? Sizning tajribangiz boshqa odamni asrab qolishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda ham pulingiz, hujjatlaringiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish bo'yicha aniq, tushunarli va amaliy maslahatlar berishda davom etaman.